Vatandaşlar Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha mana komfort avtobuslarimiz ko'rib turibsizlar aziz vatandoshlar. Hamyurtlarimiz kelgan o'z joylarini egallashmoqda. Kelyapti. Mana hamyurtlarimiz kelgan. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Tuzingiz qayerdansiz? O'zbekiston, Buxoro. Avtobusga keldingiz, mana o'tirdingiz. Hammasi haqqoniy ekan aka. O'zbekiston nomerda avtobuslar. Shunga ko'ra zaryadchi, hammasi samolyotlar bor aka. Yo'qdimi aka? Yo'qdi. Tanlovlardan adashmadingiz, mana bemalol xudo xolasa chiroyli o'tirib ketyapsiz. Mana akalarga, aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Qayerdansizlar aka? Samarqand. Samarqand. Avtobus yo'qdimi aka? Mana vokzaldan keldinglar, bugun keldinglar. Xudo xolasa mana o'tirdinglar. Birozdan keyin ketasizlar. Xudo xolasa. Aziz vatandoshlar, tanlovda adashmanglar. Yuk masalasiga keladigan bo'lsak, 50 kilo, 60 kilogacha yuk olsanglar bo'laveradi. Bezdagi men akalarimizdan bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Shofyorlarimiz yordam qilib, ozgina rasxoti bo'ladi. Shuni qilib ketsanglar bo'laveradi. Like, podpiskani ayamanglar aziz vatandoshlar. Xudo xolasa mana kimga shunaqa avtobuslar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.